Parvardigor, ushbu o'zingni uylaringdan bir uy bo'lmish muborak masjidni to'ldirib o'tirgan. Ojizona qo'llaringni o'zingga uzatib duo qilayotgan bandalaringni sendan so'raydigan so'rovlari bor. So'rovlaridan yaxshisini bergan. Parvardigor, bu azizlarimizning sendan tilaydigan tilaklari bor. Tilaklaridan a'losini bergan. Senga qilmoqchi bo'lgan duolari bor. Duolaridan eng yaxshisini qabul aylagan. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. Bemorlarimiz bor. Bemorlarimizga shifoyi komil bergan. Mushkuli borlarning mushkulini oson aylagan. Musofir borlarning musofirini hozir aylagan. Hojatmandlarning hojatini ravo aylagan. Qarzdorlarning qarzini uzishda o'zing Parvardigorga yordamchi bo'lgan. Farzand talablarga qo'sha-qo'sha farzandlarni bergan. Ilm talablarga ilm robboniy bergan. Parvardigor kasb kordagilarning kasbiga qorbiga baraka bergan. Dasturxonlarini so'zin to'kin so'zin qilgan. Turmushlarini farovon aylagan. Parvardigor Ramazonni sharofatidan elimiz, yurtimiz, xalqimiz boshiga o'zingni rahmatingni, barakotingni yog'dirgan. Barcha ishlarimizni o'ngidan keltirgan, oson qilgan, ravon qilgan, xayr barakalar bardavom qilgan. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. Yanagi Ramazonlarga sog' salomat insomon kelib, bundan ham ko'p bo'lgan holimizda, bundan ham yaxshi bir holatlarda o'zingni ibodatingni qilib, kunduzlari ro'za tutib, kechalari bedor bo'lib, ilmiy ma'rifiy suhbatlar qilib, o'zingga Parvardigor qurbat hosil qilishimizda o'zing yordamchi bo'lgan. Alloh, ya Robbal alamin, o'zingdan yolborib so'raymiz. El yurtni tinch-omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingning roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgan. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingning hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.